Так, hammaga assalomu alaykum. Sizlar Nazarmatov va bu kunday tahlil videosi. Bugun sanamiz 24 aprel, kunimiz esa payshanba va biz o'z analizlarimizni boshladik. Oldin aytib o'tib ketaman, agarda siz bozorda hozir ikki tomonlama harakat ko'rayotgan bo'lsangiz va ikki tomonga ham target bo'lsa, bu absolyutno norma, nimagaligini tushuntirib o'taman. Chunki bozorda hozir ikkala tomonda ham target bor va buni давайте bizlar yevro yuzidan ko'rib chiqamiz. Sababi bu yaxshi ko'rsatilmagan. Haylar, Yevriziyada ko'rsatib o'tadigan narsa bu bizada magnezon borligi, to'g'ri? Magnezon bor va bu bizada haftalik FVG hisoblanadi. Haftalik FVGga vроде narx yaxshi impuls bergan. Nimaga deydigan bo'lsak, chunki biz haftani boshidan beri dushanbadan chorshanba kungacha faqat oqish ko'rib keldik. No degan joyi bor. Shunda jiyu o'tkazadigan bo'lsak, bizada nima bor? Bizada в принципе haftalik targetlarga misol uchun уже bitta hech qanaqadir bizada magnet zona yo'q. Bu hafta tugagandan keyin undan keyin magnet zona bo'ladi. Bu nima degani? Qaranglar, keyin bizada Baysat yaqin va haftalik FVG ham javob berib o'tilmagan va bu narsa bizga nima signal beradi? Bu bizada Baysat juda yaqin, ishlash опасный hisobga, yevro yuzda misol ishlaydigan bo'lsak, bizada bo'sh, ya'ni javob berilmagan FVGimiz qolib ketyapti. Bundan kelib chiqadiki, bizada ikki tomonlama harakat bo'lyapti va yana bizlar bozor stuporga tiqyapti. Bunaqa paytda eng yaxshi vыбор nima bo'ladi degan bo'lsak, asosiy move bo'yicha ishlash, ya'ni asosiy harakat bo'yicha. Lekin asosiy harakatda ishlaydigan, xo'p, bayga ishlaydigan taqdirimizda ham qaranglar. Bizda shunday seslar yo'q, ko'radigan bo'lsak, bizada aytishingiz mumkin. Biling, bayga ishlaydigan bo'lsak, PDL yaqin va bozor hali Asia rangening ichida va hech qanaqa bizga tasdiq berilmagan. Bunaqa paytda eng yaxshi vыбор nima? Asosiy javob berilgan FVGlarni, order bloklarini topib qanday ishlash? Misol uchun qaranglar. Bu GUda ancha yaxshi ko'rsatilgan, chunki GUda bloklarga yaxshi joy berilgan. Qaranglar, aytaylik, mana bu FVGga ko'ryapsizlar. Narx juda ko'p marta joy berilgan. Agar sanaydigan bo'lsak, 1, 2, 3 ta aniq joy berilgan, 5 martadan ortiq aniq joy berilganlar. Mana bu xarita shamni hisoblaydigan bo'lsak. Endi shunaqa paytda nima qilsa bozor asosiy bizga как бы signal beradi. Chunki qaranglar, mana bu yerda order blokka yaxshi joy beradi. Man FVGga tashib ketaman, FVGga ham yaxshi joy beryapti. Birinchi signal mana bu yerda bizada FVG shakllangan, to'g'rimi? Bunga endi narx ikki marta javob beryapti. Shuni buzib o'tib откат bersa, qanaqadir signal bor-da. No, bizada asosiy harakatni misol uchun agar biza asosiy move bo'yicha qilmoqchi bo'lsak va buni xavfsiz tarzda biza misol uchun chunki tagimizda hali olinmagan likvidность qolib ketyapti. Olinmagan likvidность qolib ketyapti. O'shani agarda biz misol uchun reversalga realni ishlamoqchi bo'lsak va asosiy move ishlamoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Mana bu FVGni, ya'ni уже IFV sifatida ishlatgan holda buni buzib o'tgandan so'ng bizga откат beradigan bo'lsa, undan keyin уже qarab ko'rsak bo'ladi. Asosiy, ya'ni bashta javni qilib tepaga o'tib, chunki hafta уже oxirlab qoldi va katta harakatlar уже bo'ldi ko'rishimiz mumkin. O'shaning uchun bizlar mana shu narsalarga e'tibor bergan holda va asosiy уровеньlarni buzib o'tgandan so'ng agarda даже model va struktura beradigan bo'lsa, undan keyin qarab ko'ramiz. Agar yo'q, qarab ko'rmaydigan bo'lsa va mana bu yerda narx qolib ketadigan bo'lsa, yangilikka tarqaydigan bo'lsa, katta ehtimol bilan New York Silver Bullet, ya'ni bizning vaqtimiz soat 7:00 da уже keyin qarab ko'ramiz bozorga. Shuning uchun bizga stupor tiqyapti. Shunaqa paytda nima qilish kerak? Просто asosiy уровеньlar chizib qo'yasiz. Asosiy trendingiz bo'yicha qaysi trend ko'proq upor berayotgan bo'lsa va уже более-менее yaxshiroq narx tayyorligini bilayotgan bo'lsangiz, mana bu уровеньlar ham mensimasdan sekin-sekin buzib o'tayotgan bo'lsa va eng asosiysi zakret bersa, undan keyin biz asosiy muvga qarab ko'ramiz. Lekin esdan chiqarmang, bizda PDL juda yaqin, juda yaqin PDL. PDL olgandan so'ng struktura bersa, bizga yanada yaxshi. Agarda yo'q, bermaydigan bo'lsa, sizlar siyosatgacha ishlab olsak bo'ladi. Siyosatgacha ham qachon более-менее bizga yaxshiroq struktura bersa, bitta mana bu yerlardan bemalol o'zimiz ishlab olishimiz mumkin. E'tibor berishidan mumkin, men qanaqadir aniq yo'nalish bermayapman. Nimaga deydigan bo'lsa, chunki aniq yo'nalish biroz odam chalg'ityapti. O'shaning uchun qaranglar, misol uchun aytasizku, ob-havoga o'xshab, misol uchun biroz sovuqroq bo'lsa kiyimingizni almashtirasiz, agar biroz issiqroq bo'lsa kiyimingizni tashlab chiqasiz. Ну, на всякий случай baribir o'zingiz bilan tam o'ziga yaxshilanib qilsangiz, o'shanda как бы agar yomg'ir yog'sa sovqotib qolmaysiz. Tushuntira oldim deb o'ylayman. O'shaning uchun bozorni o'zgartirishga harakat qilish kerak emas, просто bozorga nima desam bo'ladi? Mos kelgan holda yurish kerak. Chunki ob-havo o'zgarsa, biz ob-havoni o'zgartirishga harakat qilamiz, просто ob-havo bo'yicha kiyinamiz. Просто bozorda ham ob-havo bo'yicha kiyinish kerak, xolos. Mana shu narsa. Keyingi paramiz bu bizada tilla. Tillada nima kuzatilyapti deydigan bo'lsak, tillada hali hamongacha endi aniq bayis yo'q, lekin уже mana bu flowlar yig'ilishiga qaraganda agar ko'radigan bo'lsak va IC templates bo'yicha biz bilamiz, haftaning high yoki low asosan chorshanba yoki seshanba kuni esa bu yerda haftaning lowini ko'rishimiz mumkin. Bizda chorshanba kuni yasalgan. Va bundan kelib chiqadiki, mana bu yerda juda yaxshi o'rin bor ekan mana bu.
juda zo'r uровень bor. Agar misol uchun biza lomni hozir откат berib va yaxshi to'liq struktura berib, undan keyin slom beradigan bo'lsa, undan keyin qarab ko'rar edim o'zim. Ну, скорее всего, да, Nyu-Yorkka, chunki mana bu yerda yaxshi уровеньlar ketib, дальше davom etishi ham mumkin. Bugungi eng yaxshi analizlardan biri bu yana indekslardir, chunki indekslar haftani boshida ko'rdinglar mana. XYda ham menimcha haftani boshida kim agar o'tgan kunday tahlilni ko'rmagan bo'lsa, ko'ringlar. Nimaga deydigan bo'lsak, chunki juda ideal ishlab berdi va har bitta pari 100talik ishlab berdi ko'rsatyapman. Qaranglar. PPR haftalik ishlab berdi va u bar bo'ldi. Hozir shuning uchun nima demoqchiman? O'sha haftalik harakat yurib bo'lgani uchun ham ozgina narx oqlanib qolishi mumkin. Va bitta yangilik qanaqadir движение qilib, u ham to не fakt. Chunki kuchli, janob kuchli yangilik ham emas. Shularni ham hisobga oling. Bo'sh joylar bor deyishingiz mumkin. Haftaliklarimiz bo'sh, pastda sell saytlarimiz bor, yo'q emas. Lekin haftalik движениyani qilib beradigan bizlarga asoslar ham kerak. Mana shularni ham hisobga oling. Oy. Dальше indekslarga o'tamiz. Indekslar nima deydigan bo'lsak, asosiy trendimiz yana trend va уже PVH ga ozgina qolmadi. Bugungi targetimiz PDH qilib oladigan bo'lsak ham, qayerdan olamiz? Qaranglar. S&P'da ko'rsatilgan narsa bor. H4da juda zo'r FVG bor va bu FVG iPhone sifatida ishlatsa bo'ladi va Nasdaqda xuddi shu narsani qarang. Bundan oldin BPR bo'lib ishlagan bizlarda BPR sifatida ishlaganini shunday oladi desa, bizga iPhone sifatida va bu уровеньni shunday yaxshi chiroyli, misol uchun zo'r turibdi, zo'r magnezon sifatida bo'ladi. Narx shu yerga kelgandan so'ng albatta struktura bersa, chunki bu yerga kelsa PDga juda yaqin bo'lib qoladi. Struktura bergandan so'ng bizlarga aniq model beradigan bo'lsa, o'zini vaqti bo'yicha, ya'ni bizani vaqt bo'yicha 6,5-7 ga bizlarga yaxshi model beradigan bo'lsa, o'shanda yaxshi ishlab o'zimizni targetlarimizni olsak bo'ladi. Bugungi kundalik tahlil shu. Savollar va tushunarsiz joylari bo'lsa, bemalol Telegram kanaliga отзываться qilinglar. Bemalol fikr almashib, savol-javob qilib savdo qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.